Oldingi safar sizlar bilan tahlil sotuv bo'limlarini ko'rib chiqdik. Bu safar qarz bo'limini ko'rib chiqmoqchiman sizlar bilan. Xo'p, undan oldin birinchi navbatda mijozlarni ko'raylik. Mijozlarni sotuv jarayonida ham yaratib ketsa bo'ladi yoki o'zini alohida bo'limi bor, mijozlar degan. Misol uchun, mana shu bo'limga o'tdik. Bu yerda bizni hamma mijozlarimiz ko'rinib turadi. Ularni ma'lumotini tahrirlasak ham bo'ladi, nimadir o'zgartirish kerak bo'lsa yoki yangi mijoz qo'shsak ham bo'ladi. Misol uchun, qanaqadir kimdir, misol uchun Aziz telefoni qo'shdik qanaqadir izoh yozib qo'ysangiz bo'ladi. Qo'shamiz. Mana Aziz qo'shildi. Xo'p, endi qarz bo'limiga o'tamiz. Qarz bo'limi ham shunga o'xshash. Ya'ni qarz bizada avtomatik tarzda sotuv jarayonida paydo bo'lishi mumkin. Ya'ni kimdir oxirgacha pulini bermagan bo'lsa yoki bo'lmasam alohida qarz yaratsak bo'ladi. Tanlaymiz, kimga qarz beryapmiz. Misol uchun, mana shu Sardorga qarz beryapmiz. So'mdami yoki dollardami? Kurs bo'yicha ko'rsatib berib ketsak bo'ladi. Misol uchun, so'mda beryapmiz qarz. 200 ming so'm qarz berdik. Sababi, izohi qo'shimcha yozib qo'ysak bo'ladi. Nimagadir berdim qarz deb. Xo'p, qo'shib qo'ydik, bo'ldi. Bizda faol qarzlar Sardor qo'lda, ya'ni qo'lda kiritilgan. Sotuv bo'yicha kiritilmagan. Mana misol uchun Azim aka mana shu raqamli sotuv jarayonida hosil bo'lgan qarz. Sardorni biz qo'lda o'zimiz yasaganmiz. Ya'ni u nimadir sotib olmagan. Biz o'zimiz shunday pul berib turdik unga. Bitta kelgan pulni olib kelganda qancha berganini kiritib ketaveramiz. Shunga qarab biz qarzlar bo'limida bizdan kim qarzdorligini bilib tursak bo'ladi. Yetkazib beruvchilarni ko'rdik, oldingi safar ham yana ko'rsatib ketaman. Bu biz kimdan mol olgan bo'lsak, kimga qarz bo'lgan bo'lsak, o'shalar ko'rinadi. Qabul jarayonida bo'lishi mumkin bu ham yoki o'zimiz qarz yaratsak bo'ladi. Mana Xitoydan qanchadir summa qarz biza qo'shib ketamiz. Ya'ni bu narsalarni hammasini avtomatik tarzda ko'rib tursak bo'ladi. Xo'p, mijozlarda ham shunga o'xshash holat, qarzlarda ham shunaqa qo'lda yaratiladi.